Hemşirisining emildash o'g'il nevrisi mahram hisoblanadi. Savol. Assalomu alaykum. Fatima bilan Zaynab ochi-singil bo'lib, Zaynab bir o'g'il bolani beqib olgan. Fatimaning qizi bu o'g'il bolani o'zining bolasi bilan birga emitgan. Bu ahvolda beqib olgan o'g'il Zaynabga mahram hisoblanadi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ayol kishi emitgan bolaning onasi bo'lganidek, u ayolning qizlarimi emgan o'g'ilning emildash ochi-singillari bo'ldi. Emitgan onasining onasi cho'ng ona, emitgan onasining hammasi u bolaning hammasi hisoblanadi. Boshqa tuqqanlarimi uningga tuqqan bo'lib qoladi. Lekin emildashlik vujudga chiqish uchun bolani 2 yoshga to'shmagan bu vaqt chog'da eng az deganda to'liq 5 qatim emitgan bo'lishi kerak. Mazkur o'g'il Fatimaning qizini emgan bo'lsa, bu o'g'il shu ayolning emitish jihatdan o'g'li bo'ladi. Zaynab u ayolning ona tarafdan hammasi bo'lg'achqa, u o'g'ilningmi cho'ng hammasi bo'ladi. Natijada bu o'g'il Zaynabga mahram bo'ladi. Chunki nasab jihatdan harom bo'ladiganlar emildashlik jihatdanmi harom bo'ladi. Hadis sharifda tuqqanchilik jihatdan nikohlanish harom bo'ladiganlar emildashlik jihatdanmi harom bo'lib ketadi deb ko'rsatilgan. Mahram deganimiz bir ayolga ya nasabdan ya emildashlikdan bo'lgan tuqqanchilik jihatdan bo'lsin yoki qudi bajariq jihatdan bo'lsin mangulik o'ylanolmaydigan erdir. Qur'on Karimda nikoh qilishga bo'lmaydigan ayollar ichida hammalarmi bor. Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiranglarni, otanglarning hamshiralarini, ananglarning hamshiralarini, qarindoshlaringlarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, süt analaringlarni, emildash hamshiranglarni, qaynonanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdan bo'lgan quchqonlarda tarbiyalagan qizlarni elish harom qilindi. Nisa surasi 23-oyat. Mazkur oyatdagi ananglarning hamshiralari degan ibora onasining hammasinimi, dadasining hammasinimi, cho'ng ona va cho'ng otalarning hammalarininimi, otasining hamshirasi bo'lgan hammaning hammasinimi o'z ichiga oladi. Anasining hammasinimi o'z ichiga oldiganligida olimlarning birdek ijmosi bor. Mufassirlar xola, ya'ni onaning hamshirasi degan onaning yoki cho'ng onaning va uningdan yuqori mo'minlarning hamshirasidir deydi. Yana bir tarafdan aytgandami, u o'g'il uni beqib olgan ayolning hamshirasining o'g'li hisoblanadi. Alloh taolo Nur surasida mahram deb sanaganlar qatorida hamshirasining o'g'limi bor. Mümin erlarga aytqanki, namahramlarga tikilib qarmasin, avratlarini zinodan saqlasin. Bunday qilish ular uchun eng yaxshidir. Alloh haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. Mümin ayollarga aytqanki, namahramlarga tikilib qarmasin, avratlarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarni oshkorlamasin. Lichaklari bilan ko'kraklarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarni erlaridan, otalardan ya qaynotalaridan ya o'g'illaridan ya erlarining o'g'illaridan ya o'z qarindoshlaridan ya qarindoshlarining o'g'illaridan ya hamshiralarining o'g'illaridan ya dindosh ayollardan ya qo'l ostidagi cho'rilardan ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilardan ya balog'atga yetmagan bolalardan boshqalarga ko'rsatmasin. Zinnatlarni boshqalarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Nur surasi 30-31-oyatlar. Bu oyatdagi hamshiralarining o'g'illari degan iborami hamshirasining qizining yoki o'g'lining o'g'linimi o'z ichiga oladi. Bu yerda shuni eskartib qo'yish kerak. Barliq olimlar emildashlikdan mahramlik kelib chiqadiganligiga va mahrami bilan xoli bir yerda bo'lishi, uningga qarashi va birga safar qilishi halol bo'lganligiga birdek ijmo qilgan. Lekin miros, nafiqa, diyat va guvohlik qatorliq boshqa jihatlarda ikkalan yot kishilar hisoblanadi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.